Tabriklasalaringiz bo'ladi. 40 yoshimda uydagi ikkita molimga pasport oldim. Hozir plan qildik. Kredit olmoqchimiz shu molni pasportiga. Ikkinchisi kafil bo'lib beraman deyapti. Nasib qilsa, mana shu bitta ikkita ishlarim bor, kamchiliklar shular bitirib berishsa, mana shu ikkala mol. Zagram pasportini ham hal qilib Misrgami yo Dubaygami sayohatga olib bormoqchiman. Men sinfdoshlar o'rtoqlarga ketdik, sayohatga desam, vaqt yo'q deyishyapti. Endi unaqalar bilan borganda mana ikkita mol bilan sayohatga borib aylanib kelganim yaxshi. Nima deysizlar shunga? To'g'ri gapiryapmanmi yo'mi? To'g'risini aytinglar. O'rta, yaxshimisan? Sen menga qara, hayotingga target urib olmaganmisan? Qachon pul so'rasam chiqib kelaverasan, reels videolarga o'xshab. Tinchlikmi, kayfiyating yo'q? Ko'chib ketamanmi deyman-da shatlardan. Nima bo'ldi? Damas olaman deb 10 yildan beri pul to'playib turdim-ku. Yo'qot, o'g'latib qo'yding. Kecha nafsim chuqillab, o'sha Damasga to'playotgan pulimga kirib abed qilib yuboribman. G'iybat bo'lib qolmasin, ana Iqbol o'rtog'im bor edi-yu. Yaxshi bola emas, uzoqroq yur. Shundaymi, gapiryaptimi? Betiga ham aytaveramanmi? Shunaqa qil. Betiga ayt, kakras o'zini ham olib keladi. Iqbol, betingga aytaman deyapti. Nima deding? Yo, hazillashdim-da, jigar, bormisiz? Yo'q, 40 ga kiryapsan. Qachon uylanasan? O'sha odamlar gap qilib-yordi-yu. Muammo nima? Qiz. Ha, qiz topiladi, qizdan muammo. Qiz deyapman senga. Qiz topdim, uylanadigan. Uy muammo bo'lyapti. Uy oldim deding, menga. Uy oldim, seni gapingga kirib. Samarqandlik Anvar Temirov Yuksalish guruh uydan oldi yodingni. What? Oldim. To'g'ri kelmayapti endi. Uyda yashab bo'lmaydi. Dabdalasini chiqarib tashlagan uyda. Domni qara, podyezdga kiraverishda reseption qilganda 24 ga 7 hamma yoqda kuzatuv kamerasi bor. Hop, tillarang qilib bitta domga ikkita lift qo'yib qo'ygan. Xo'p. Birinchi qavatga ikkita mehmonxona qilib qo'yibdi. Kaliti bo'ladi, tekinga kirib mehmonlarning turishi mumkin ekan. Hop, uy patkulch ekan. Qara, mebel ikkitadan konditsionerlarini ham qo'yib tashlaganda, boshlang'ich to'lov yo'q ekanda 5 yilga bo'lib to'lashga olsa bo'lar ekan. Xo'p. 13-etajga penthouse qilganda tandir, mangal, qozon o'choq hamma yo'qda qilib qo'ygan. Narsalarni pishirib, mehmonlarim bilan bunaqa joyda o'tiradigan joy qilibdi. Bunaqa kinoteatri bor ekan, proyektorlar bilan. Mana shu domda yashaydiganlar uchun mana bunaqa qimmat trenajyorlarni olib kelib o'rnatib qo'yibdi. Xo'p, bolalar uchun bunaqa detskiy plashatkalar ham qilibdi. Domda yashaydiganlar uchun bunaqa yopiq basseynlargacha qilganda, mana besetkalar, zelyoniy zona, bundan tashqari jonga deyling, bilding, sharoitlar zo'r. Nimasi yoqmayapti senga? Pulli ekan bu narsalar. Pulli emas, battan uy olganman-ku, uy olganlarga hammasi tekin. Voy, ha, bo'lmasa maza qilib uylanib yashasang bo'lmaydi. Uyda muammosi nimada? Uyda muammo yo'q, muammo qizda. Rasmini ko'rsatuvding, bir chiroyli qiz edi-yu, unda nima muammo? Uni nima deydi? Yarim kechalari TikTokda o'tirar ekan, battle o'ynaydi. Xullas, mana uyda sastanasiga ana qiz sastanasi to'g'ri kelmayapti. Hop, ezvording, xo'plab, xatga borsa, xo'p, jonimga tegding. Bo'ldi, men shu uyda yashayman. Peshanaga kim yozilgan bo'lsa o'sha, lekin anu bas. Hop. Xo'plama, hop. Aka, molingizni pasporti o'tmaydi, o'zingizniki kerak. Assalomu alaykum aka. Bo'pti. So'rovnoma o'tkazyapti aka. Siz uchun eng zo'r futbolist qaysi aka? Men uchun eng zo'r futbolist Messi. Eng zo'r futbol klubi siz uchun qaysi? Barselona, O'zbekistonda Neftchi. Aka, Damas'da Li9 qilish kerak deyapsizmi? Yo'q, yaqinda aka Tiko'ni Malibu qildik. Ha, aka, kelavering ustida gaplashamiz. Aka, katta ish bo'ldi, shani. Bunaqa ish qilmaganmiz. Bu mashinada katta ish bo'libdi, meni Damasim qani? Damasingizni berayotganda nima deyodingiz? Zo'r qilib beringlar deyodingizmi? Yo'lim, mana sizni Damasiz. Va keling, mana nima yozilibdi? Range Rover. Ha, Range Rover kuzov kelib qoldi, Damas ustiga bosib yubordi. Motori nechi Damasda? 08. 08mi? 08 motor qoldi. Ammo kuzov Range. Yana nima ish qildingiz? Bu pultingiz kerak emas endi. O'sha katta mashinaga kichkina pult yemaydi. Mana konditsionerda pulti. Oymama bor, slip. Shuni bosing. Serios.
Off'ni bosing, o'chirishdi. Timerni bosing. Ko'ryapsiz? Bu 4 ta balon qani? 4 ta balon. Mana yaxshimisiz? Ya, bu emas, mashinani 4 ta baloni qani? Ichkari qalay aka? Bu Damas'mi aka, Range Rovermi? Salonni ham birga bir qilib tashlabsizlar. Ko'cha-kuyda Range Rover, katta mashinalar yuradi. Mercedes, BMW o'shalarni to'g'risini aytaman, ko'pi Damas. Serios? O'zim qilganman. Ichga shovqin chiqyapti o'tda oldidan. Oldida taqir-tuquriz bor ekan, uni ham hal qildik. Eshitdingizmi shovqinni? Faqat qo'shiq eshitildi. Ana. Shovqin eshitiladi-yu, muzikani baland qilib olaveradi. Maytafon to'g'irlab qo'ydi. Bu nimadir foydali ish ham qildilar-mi? Keks moylaridan quyib qo'ydim. Moyizam yetib kelgan ekan. Bu nima foydasi bor endi? Bu moyda boru 31-dekabrgacha katta aksiya boshlandi. 5 oylik aksiyada bilasizmi nimalar qo'yildi? Umumiy jamg'armasi $129,000 sovg'a qo'ygan. Uning ichida 2 xonali Toshkentdan kvartira, 3 ta Cobalt va qolgani televizor, telefonlar o'ynalyapti. Bizga o'xshagan moy quyadiganlar, hop, keyin moy sotadigan do'konlar qatnashadi xolos. $500 ga yetganda biz xaridimiz, to'lovimiz. O'shanda bitta imkoniyat bo'ladi. Agar $1000 narsa olsam, ikkita. Qancha ko'p xarid qilsam, yutib olish imkoniyatim oshaveradi. Dillerdan yoki agentdan moyda olasiz-ku, ularga qarab Sales doktordan o'tkazib qo'ydingmi deb qo'ying. O'tkazib qo'yish kerak. Keksus bot degan Telegram kanal bor-ku, shunga shunday obuna bo'lib olasiz, yoqda jarayonlarni kuzatib turasiz. Kimning imkoniyati oshyapti, kimning imkoniyati tushyapti, o'shanga qarab ketaverasiz. Internetda sarf qilgan yangiliklar ham o'sha. Tushundingmi buni? Menga nima foydasi bor? Moyni quydimi keksi? Bo'ldi, u Damas'mi, Range Rovermi, Mercedesmi, BMWmi, 7000, 10000 maza qilib yuraveradi. Koreyskiy sifat, Koreyada ishlab chiqariladi. Va usta bu qana zavat bo'la, qana. Aytmadimmi? Yo'q. Mana keks qopqog'i bor-ku. Hop, start stopga tekkizing. Bo'ldi, yur. Ha bu keksni ham eplab olmay qolibdi o'sha. Mana shu xonadonmi? Assalomu alaykum. Keyin so'rashamiz. Bahodir Orifjonov sizmi? Tinchlikmi? Tinchlik. Instagramda Bahodir qizlarning ajali degan profil siznikimi? Aha. 480 ming ta obunachisiz bor ekan. Tinchlikmi o'zi nima bo'ldi? Tinchlik emas, nima qilganingizni bilasizmi? Nima qilibman? Yo'q. Va taksist bolani videosi tarqadi. Shu haqida video chiqardingizmi? Yo'q. Nimaga chiqarmayapsiz? Bitta siz qoldingiz. Endi 480 ming ta odamni yig'ib olib nimalar qilib yuribsiz? Chiqarsangiz shuni tezroq yopardik shu mavzuni. Boshqa mavzular tiqilyotibdi. ya bitta kitobxonlik haqida video olib turib, kitobingizni yig'ishtiring. Nima kitobxonlik kimga kerak? Qiziqmi shu odamlarga kitob? Kitob mavzusi qiziqmi? Taksistni chiqarsangizchi, taksistni chiqaring. Ha, bo'ldi. O'tgan safar ana er-xotin to'yi bo'ldi, internetda rosa tarqadi, ko'rdingizmi? Nimaga shunga video chiqarmadingiz? Men o'sha kuni shaxsiy rivojlanish. Shaxsiy rivojlanishingizni qo'ysangiz-chi, qiziqmi odamlarga? O'zingiz rivojlanib oling. Mana shunaqa mavzular chiqqanda sraz yopaylik shu mavzularni. Qachon chiqarasiz bu taksi haqida? Ya bo'ldi, chiqaramiz. Bugun kechga chiqsin. Bunchalik seriozligini bilmabman, qilamiz. Bugun tezlashtiring. Bitta siz qoldingiz video chiqarmang. Tushundingizmi? Xola Bahrom Nazarov ham juda pastli. Jinnini yoqib turib 4000, 5000 ga borib qo'yadi.